Jangchi. Badaviy tarixiy asar. Oltinchi qism. Shuning uchun og'riqqa chidab tezroq mingishga tirishdi. Koridorning oxirida temir eshikdan bir uyning ichiga kirdi. Uyning to'rus va tomlar toshdan yasalgan bo'lib, bu uyning ichida yana bir uyning borligini bildirib turadigan yon tarafda yana bir eshik bor edi. Eshikning udulida yog'ochdan yasalgan qo'pol o'rindiq ko'zga cheliqdi. Burutliq raqibning tizig'i orqasidan qattiq birini tepgan peti "Tizlan mahbus" dedi. Raqib qattiq tepikning zarbasida ixtiyorsiz tizlandi. Hatto uning tizi yerga qattiq tushganligi uchun nihoyatda og'riq his qildi. Shu daqiqada yondagi eshik ochilib, ichidan yana bir soqchi chiqdi. Uning kiyimi qora rangda edi. Chechi orqaga taralgan. Ko'zi nihoyatda yo'g'on. Rangi qoramtul edi. U mingvatqanda so'l putining egizligi bilinib turadi. Uning qo'lida dastasi fil so'ngidan yasalgan, yepi ot chashliqidan to'qilgan hashamatli qamchi bor edi. U soqchi Burutliqqa qarab, "Sen chiqib ket" dedi. Burutliq qisqa ta'zim qilib, tezdan teshig'i chiqib ketdi. O'ng puti qisqa soqchi raqibning uduliga kelib, chiroyiga tikilib qaradi. Raqib beixtiyor ko'zini yerga qaratdi. Soqchi qamchining dastasi bilan raqibning ingikidan ko'tirdi va "Ko'zimga qara, qotil!" Raqib uningga qaramayla yuziga qamchi tegdi. Ikkinchi zarba kassiga urildi. Bu zarbaning besimida tizlanib turishga imkon qolmadi. Raqib tugunak bo'lib yerga yiqildi. Beli, yelkisi, kassasi, dumbisidan boshlab tinimsiz qamchi tegishga boshladi. Raqib tishiga tishlab nafsini yutdi. Qamchining har bir zarbasi qilishning tig'idek tegatdi. Tegayotgan qamchidan o'zining badani qiyma qilinayotgandek tuyuladi. Har bir zarba yigitning kuchini ojizlashtirdi. Raqibda tugulak bo'lishqimi mag'dur qolmadi. U hushini yo'qotdi. Qattiq besim bilan tegayotgan qamcha uning go'shini titayotgan edi. Kiyimdan qon yerga tomchilashga boshladi. Qisqa put mahbusga diqqat bilan qaradi. Raqibning butunlay hushidan ketganligini ko'rib, o'zi chiqqan eshikni qamchining dastasi bilan chekdi. Ichidan yeshi 50 dan oshgan, fakarroq kelgan, ammo baslik, kuchlik ekanligi yapaloq yuzidan bilinib turadigan bir odam chiqdi. U vahshiylar zindonining boshlig'i edi. Puti qisqa soqchi darhol doklad yusunda. "Boshliq, qotil hushidan ketdi" dedi. Ondan boshlig'iga beshini egdi. Boshliq raqibni tepib, silkib baqqach yuziga tafsiliy qaradi. Uzun chochlar mahbusning yuzini to'sib olgan edi. Qisqa put raqibni so'rab boshliqning ishxonasiga elib kirdi. Ondan boshliqning buyruqini kutib, yon tarafda o'ltirdi. Boshliq uningga "Sen chiqib ket, chaqirsam kir" dedi. "Buyruqingizga hozirman" deginicha qisqa put soqchi chiqib ketdi. Boshliqning ishxonasining ichi keng, ammo oddiy sodda edi. Tamga daqab o'ltirish uchun tosh o'rindiqlar qo'yilgan. Yerdan 2 g'irich egizlikda boshliq uchun o'ltirishga qo'yilgan o'rindiq bor bo'lib, tamga oy palto, bir necha xil qilich va nayzlar esilgan edi. Eshikdan kirishning so'l tarafida tamni uyib takchi yasalgan. Takchida pishirilgan go'sht va bir necha xil taomlar, mevalar ko'zga ko'rinib turadi. Boshliq takchidagi sapal ko'zini elib, raqibning yoniga keldi. Mahbusning yuziga ko'zidagi suvdan ozroq to'kdi. Ondan jildirlatib suv quyishga boshladi. Muzdek suv raqibning og'zi burniga kirgachga hushiga keldi. Hatto badanida bir oz yengillik sezdi. Yigit o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi. Badanidagi og'riqdan ixtiyorsiz ingradi. Chunki raqibning dumbisi kesilib, bir parchasi sangilab qolgandek edi. Qarshisidagi odam kuyingan tabiiy qarab tursimi, uning turishida zulmning so'q hidi ko'rinadi. O'likning ko'zidek nursiz ko'z, panoq burun, durday kamshuk va pakar boy bir qarashda g'amxo'r, bir qarashda yovuz edi. "Tura olamsan raqib" dedi. "Qiziq.
Bu ovoz bir qarashda g'am-xurani ohangda yangradi. Raqib qiynalib, putig'i teyinib qopmoqchi bo'ldi-yu, ammo beshi aylanib, eg'izidan qon temib chiqdi. Xohlasang o'ltir, xohlasang turaver. Ammo sen bilan gaplashadigan gapimiz ko'p. Raqib keshanni shildirlatib, tosh o'rindiqlardan biriga berib, asta o'ltirdi. Dumbisi titilib qon bo'lgan va dumbi bilan o'ltirish azobli bo'lsa-mu, yigitga tik turishning shu huzurliq edi. Raqib, nemishqa seni qamadi? Yigit savol so'rg'uchiga inchiklik bilan qaradi. Chunki uning oldidagi odam uning zindonga tashlanish sababini bilmasligi mumkin emasligini aniq biladi. Bu savol shubhasiz ya bir zangli qilganlikdan, yoki bir dod sanag'anlikdan va yoki bir sinashga ishora edi. Raqib, bilmayman, dedi horg'in ovozda. Boshliq takshiga berib xanjarni g'ilofdan so'g'ardi. Ondan pishirilgan go'shtni bir parcha kesib, xanjarning uchiga cho'qib raqibga qarab, "Yemsan", dedi. Raqib boshliqning nima maqsadining borligini bilolmayotgan edi va bu suhbatning uslubidan qandoqdir bir xatar his qildi. "Yo'q", dedi raqib qat'iylik bilan. Boshliq go'sht parchasini og'ziga solib chaynashga boshladi. "Bu yerda mening maxsus oshpazim bor. Faqat menga tamoq yeydi. Sen bu tamoqni yeyishni rad qilding. Bo'pti, hech qisi yo'q." Boshliq takchidagi boshqa yemakliklarni oldirmay navbati bilan yigach so'zini davom qildi. "Raqib, agar mening savolimga to'liq va to'g'ri javob bersang, bu zindon sen uchun yaxshi bir makonga aylanadi. Ona suti texi og'zidan ketmadimi keyin desam, shafkurni bo'g'izlab qo'yibsan. Bo'pti, u boshqa masala. Yaralaring og'riyotamdi." Raqib gap qilmadi. "Saqchilarim ham bak vahshi, mahbuslarim ham vahshi. Seni ular bakla urib yetibdi. Doktor chaqiraymi? Yerlaringni tozalab qo'ysin." "Yo'q, bo'ldi. Kerak emas", dedi raqib. Boshliq ozroq g'azab olash. "Kallongdan ketgan o'xshaysan. Yarini o'z holiga qo'yib bersang yeringdaydi, qurutlaydi va sesiydi. Tirik odam qurutlab sesib ketsa bu bak afsunlarlik ish. Ammo sen doktor kerak emas deysan. Tamoq yemayman deysan. Menga qara, hay raqib, ajab dunyo bu. Uzuqi 2 yilda ayol kishi xolab qolasan. Men sana jononlarni tepib berman. Ishonamsan, zindonda yashash imkoning ko'chidagi zindondan ko'proq imkonda bo'lasan. Sening kelajaging bor. Nemishga gap qilmaysan, tilingni chaynab oldingmi?" Raqib tamkinlik bilan, "Menga hech narsa kerak emas", dedi. "Gaplarimni o'ylab boq. Bakla qaloq ekansan." Bu qatim raqib samimiylik bilan, "Men rostilla nemishqa qamalganimni bilmayman." "Bilishing shart emas", dedi boshliq. "Dadamni o'ldirdi. Xo'sh, onamni qamadi. Yana nemishqa bilmasligim kerak", dedi raqib nafrat bilan. Boshliq raqibning yoniga keldi. "Bilishing shart emas. Yana deyman, bilishing shart emas." Xuddi endi esiga kelgandek boshliq boshqa savol so'radi. "Onang sana biror narsa dedimi? Masalan, Musa yoki Harun haqida?" Raqib boshliqqa talmirsirab qaradi. "Kim u Musa, Harun?" Boshliq raqibning aldanmayotganligini bilish uchun uning yuziga qattiq tikilib qaradi. Keyin xotirjam bo'lgandek dedi. "Ha, undaqda yaxshi. Onang hech narsa demadimi? Nemishqa zindonga tushish gunohingni bilmayman deysan. Bu aniq bo'lib bo'lgan ish. Sen zindondagi hayotni o'yla, bola. Ömür bo'yi zindonda sana jannat yaratib berman. Buning uchun sendan bir narsani so'rayman. Agar aytganimga rozi bo'lsang, Shapkurni o'ldirganingni kechirman." Shapkur o'zi menga bosh etildi. "Bu menga muhim emas. U o'lgan, sen o'ldirgansan. Seni buzaq qilgan bo'lsa menga deyishing kerak edi. Men jazo beratdim. Sen jidalni o'zim hal qilaman deb qamoq qoidasini buzding." Raqib borgan siri jimib ketdi. Boshliqning nacharligi ko'nglini bearam qildi. Boshliq tahdid ohangda so'zini davom qildi. "Bilamsan, Shapkurni o'ldirding. Buning uchun seni esish kerak." Raqib hech narsa demay o'ltiraverdi. Boshliq kuyingan qiyofatda, "Ammo sen menga bo'ysunsang, aytganimni qilsang, zindon sen uchun jazo emas, balki mukofotga o'zgarishi mumkin." Raqib oxirida boshliq kutgan savolni so'radi. "Men nima qilishim kerak?" "Aferin sana, buni burunroq so'rashing kerak edi. Seni pastki zindonda bir qiri kutib olib, himoya qilyotdi. Shuningga yaqinroq bo'l.
nima desa menga aytqinini yetkazib tursang bo'ldi. Ishing shu. Amsa shundoq kelishdikmi? Raqib qat'iylik bilan yo'q. Men bu ishni hargizmi qilmayman, dedi. Boshliq tastak yegan odamdek vaqiradi. Tishlarini g'uchirlatdi. Sen yaxshilik qilganini bilmaydi ekansan. Bu yerni vahshiylar zindoni deyishidu, itning bolasi. Boshliq ochiqlab ketdi. Chunki bir kichik baliga shuncha avvar bo'lg'ini va qat'iy qo'rqmaslik bilan yo'q degan javobning berilishi cheksiz ahonat tuyg'usini uyg'otgan edi. Yugurib kelib raqibning ko'kragiga tepdi. Bechor bola hiq dedi-yu oldiga tugilib, hushsizlanib yiqildi. Boshliq uni o'ldirishni xohlaydi. Biroq o'z soqchilari oldida kuchini bir o'smirga ko'rsatdi degan gapga qilishni xohlamaydi. Shuning uchun majburiy g'azabini bosdi. Berib eshikni ochdi. Sirtda qisqa put tayyor turadi. Buyuring xo'jayin. Mavu ishni elib chiq. Qattiq uribsan. Yana hushidan ketdi. Zindonning qapqaqi echildi. Mahbuslar ustiga qarashdi. Tunukdan arqonga bog'langan qop tushishga boshladi. Qeri nimanidir sezgandek qopning yerga tushishini kutib turdi. Qop yerga tushishi bilan og'zini ochdi. Raqibning yuzi, ko'zlari, kiyimlari qonga bo'yilib, echinishlik holatda yotadi. Raqib degach qeri yigitni avaylab qopdan chiqarishga boshladi. Tunukdan bo'lsa soqchilardan biri vaqirdi. Qopni tezroq bo'shat, ustiga chiqarib. Qeri raqibni ehtiyot bilan samini qilin bir o'ringa yotqizdi. Yana 3-4 mahbus yordamlashgili keldi. Qeri raqibning kiyimini yeshish imkoniyati yo'qligi uchun asta yirtdi. Raqibning ko'kragida qattiq tepikning zarbasida qolgan oyoq izi bor edi. Qeri mahbus yigitni yonbosh yotqizdi. Orqasi ham qonga bo'yilib ketgan edi. Qeri raqibning ishtinini sal tushirdi. Dumbisi tilib tashlangandek edi. Qon tapchirawatdi. Yog'ochdek ovoq, beshida 4 tal uzun tuki bor mahbus. Bu bola bu holi bilan yashay olmaydi. Balani tugashtirib etibdi, dedi. Qeri uningga temkinlik bilan burildi. Ömrini berguchi Alloh. Alloh xolisi yashaydi. Bu gapni anglab mahbuslar cho'chib ketdi. Hay qeri, yana Alloh demsan, zindonni bu so'zni deyish mumkin emas. Qeri ishoni qil degandek o'rilib, raqibning jarohatlarini avaylab yuvishga boshladi. Yuyib turib pichirladi. Ey olamlarning Robbisi bo'lgan yegona Alloh, sen İbrahim, Yaqub, Musa va Harun payg'ambarlarning ilohisan. Sana iymon keltirdim. Sen tushirgan Tavratga, barcha kitoblarga iymon keltirdim va agashdim. Bendan raqibga shifo bergin.